SMM mutaxassislar haqida eng ko'p tarqalgan 3 ta asosiy yolg'on haqida gaplashamiz. Birinchisi bu SMM faqat video va rasmlarni vaqtida joylash deb o'ylashadi. Aslo unaqa emas. Biznes egalariga va SMM mutaxassis bo'lmoqchi odamlarga aytib o'taman. SMM orqasida analitika, strategiya, dizayn, copywriting, target va shunga o'xshash juda ham ko'p marketing bo'yicha kasblar yotadi. Hammasini bittalab ishlab ko'rib, o'sha sohani egalari bilan ishlaganingizdan keyingina siz yaxshi SMM mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Ungacha siz faqat o'sha nima deydi, oylikka biror joyda aytilgandagi rasm va videoni vaqtida qo'yadigan odam bo'lib ishlashingiz mumkin. Ungacha katta daromadga afsuski chiqa olmaysiz. Ikkinchi juda ham katta afsona bu SMM orqali juda ham oson va tez boyib ketish mumkin deb o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Men sizlarga mana haqiqatni ochaman. Afsuski ba'zi bir odamlarni deb O'zbekistonda ham odamlar o'ylashadi, men 1-2 oy SMM qilaman, ertaga Malibu bo'ladi, indinga uchastka quraman. Aslo unaqa emas. SMM orqasida juda ham katta mehnat turibdi. Siz o'sha marketingga bo'lgan qiziqishingiz kuchli bo'lib, SMM yo'nalishini rivojlantirib, keyinchalik marketingga o'tib, ana undan keyin esa nima deydi, o'zingizni qandaydir kompaniyangizni ochib, bunaqa katta moliyaviy yutuqlarga erishishingiz mumkin. Uchinchi afsona bu tadbirkorlarning orasida juda ham rivojlangan. Men SMMsiz savdo qila olmayman. Xuddi shunaqa savdo qila olasiz, lekin qachongacha? Steve Jobs 90-yilda aytgan, shu internet paydo bo'lishi bilan, agarda siz biznesingizni internetga ko'chirmasangiz, sizning biznesingizni yashash ehtimoli juda ham past deb. Hozir 2025-yil. Deyarli hamma biznes, xuddi-xonadan tortib eng katta restoran va ishlab chiqarishgacha SMM marketingga juda ham katta kuch beryapti. Lekin siz hali ham SMM menga savdo olib kelmaydi deb o'ylaysiz. Agar siz ham SMM mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki shu sohada ishlasangiz, albatta profilimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda deyarli har kuni foydali ma'lumotlar chiqadi.